Türkiye'de yaşayotgan Uyg'urlar Türkiye'ga va Türk xalqiga bo'lgan vafo burchini aktivlik bilan ado qilmoqda. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining rahbarligida ofat rayoniga tashkillanib avatilgan Uyg'urlar guruhi yer tavrash rayonida o'z ixtiyorligi bilan xizmat qilmoqda. Uyg'ur ommaviy tashkilotlarining biri bo'lgan Sharq Turkiston Nozgun madaniyat va oila jamiyati bo'lgan Hira fondi jamiyati Turkiyadagi ofat kuchirgan rayonlardagi kishilarning ehtiyoji uchun qishliq kiyim, adyal, paypa qatorliq kiyimlarni tikishga boshladi. Egilinishcha, 2-ayning 8-kuni kechda 65 kishidan tarkib topgan 2-chi Sharq Turkiston izlash qutqizish atridi yemaklik va yordam materiallari bilan Istanbuldan yo'lga chiqqan. Xitoy yaqinqi yillardan beri Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini yolg'on tashviqotlari orqali xalqaro jamiyatdan yo'shirishga urinish bilan birga atalmish islom dinini xitoylashtirishda chang turish, islom dinini sotsializm jamiyatiga uyg'unlashtirish qatorliq terrorlik siyosatlarini ta'kidlab kelgan edi. Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq Birleksep bölümü 4 fevral 2023 yıllık Birleksep Millet Din Hizmeti yığınını teşkilleyen bulup, yığında Şarkı Türkistan'da atalmış İslam dinini xitaylaştırış yönlenişte çang turuş degan ibarlar qayta ta'kidlangan. Dünya Uyghur Qurultayı Fondi Uyg'urlarni Turkiyaning Qizil Hilal Ay markazi yoki munosabatlik sahiya organlariga berib, yer tavrashda yaralanuvchilarga yordam berish uchun qon taqdim qilishga chaqirdi. Mazkur chaqiriqni qilgan Dünya Uyghur Qurultayı Vaqfining raisi Abdurashid Abdulhamid İstanbul Chapadagi Qizil Ay qon markaziga berib, qon taqdim qildi. Yana bir tarafdan Kanadadagi Uyg'urlarning Turkiyada yer tavrashda qazo qilganlarga yordam berish harakatini boshlaganligi xabar qilindi. Kanadaning Ottawa shahrida yashaydigan Sharq Turkistonlik Uyg'urlar idorchiligidagi Dastur halol yemaklik shirkati Uyg'urlarni Turkiyadagi yer tavrash ofatiga yordam faoliyatiga qatnashishga chaqirdi. Gerçi Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi siyosiy jiddiylik davomli kuchayotgan bo'lsa-mu, ammo ikki davlat orasidagi savdo miqdorida rekord buzilgan. Amerika Savdo Ministerligining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, dunyodagi ikki chong iqtisodiy gavdaning tovar savdosi 2022-yili 690 milliard 600 million dollarga yetgan. Amerikaning Xitoydan import qilgan mollari 536 milliard 700 million dollar bilan 2018-yildan buyongi eng yuqori seviyaga yetgan. Amerikaning Xitoyga eksport qilishi 153 milliard 800 million dollar bilan rekord yaratgan. Shuning bilan birga Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan savdo qizil raqami eshib 382 milliard 900 million dollarga yetgan bo'lib, tarixdagi ikkinchi yuqori sonliq ma'lumot sifatida xotirlangan. Shimoliy Atlantik Aktiv Tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiyaning Ukrainadagi urushda g'alaba qilishining intayin xatarlik bo'ladiganligini bayon qilib, Xitoyning Rossiyadan tajriba savoq olib, Tayvanga hujum qila oladiganligini aytdi. Amerikaning poytaxti Washingtonda turayotgan Shimoliy Atlantik Aktiv Tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenberg, Amerika davlat mudofaa ministri Lloyd Austin, Oqsaroyning davlat bexatarlik maslahatchisi Jake Sullivan va Amerika davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan ko'rishdi.